Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yangi do'konga kelganmiz. Yangi do'kon 16 qavatli Navasro'ka domimizda 14 qavatidan 3 xonali uyimiz chiqdi. Xonalar alohida bo'lgan 72 kvadrat uyimizni ko'rsatib chiqamiz sizlarga. Narxini oxirida aytamiz. Narxi juda ham ishqalab. 2 xonali uyimizni narxida bo'lib qoldi. Bu podizimiz, podizdan chiqqanimizda liftimiz ikkita bo'ladi. Podizda shunaqangi chiroyli kafillar tashlangan. Bu yerda podizimizda 3 ta xonadon bo'ladi. 3 ta xonadon o'rtadagi xonadon bo'ladi. Podizdan kirishimiz xonalar hammasi alohida bo'ladi. Ko'rganingizdek, bu xonadan boshlaymiz chapdan. Bu xonamiz esa spalni xona bo'ladi. Kenggina, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Holati o'rtacha, kirib eshitsa ham bo'ladi, o'zlari uchun asfalт qilsalar ham bo'ladi. Bu xonamizda ko'rganlaringizda shkaflar bor, shkaflar ham qolar ekan. Bu xonamizda chiqqanimizda bu bolalar xonasi. Bolalar xonasi ham kenggina, ko'chaga qaragan oynalari bor, bataryalar bor. Shkaflar qoladi. Ko'rib turganlaringizdek kenggina bu xonamiz ham. Har bitta xonamiz o'ziga yarasha kenggina. Uyimiz go'stroymat holatda turibdi. Hozir bu mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham shunaqa keng bo'ladi. O'zining ko'chaga qaragan oynasi bor. Konditsionerlar bor ekan, konditsionerlar qoladi. Uyimizni patoloklarini remont qilib boshlagan ekan, to'xtatgan ekan uyimiz egalari. Srochno sotish uchun. Bu yerdan chiqqanimizda o'zining alohida vannaxonasi. Vannaxonasi ham keng, kafillangan, toza, o'zining rakovinalari bor. Hojatxonasi alohida. Hojatxonasi ham toza ozoda, kenggina bo'ladi, rakovinalari bor. Oshxonasiga keladiganimizda, oshxonasi ham kenggina, katta shunaqangi xaladniklari bor. O'tirib choy ichishga sharoitlari bor. Ko'rgan narsalarimiz hammasi qoladi. Kirmoshina, xaladilnik qoladi. Bu balkondan chiqadi. Oshxonamizda balkonga chiqsa bo'ladi. Balkonimiz ham kenggina. Srochno bo'lgani uchun kechqurun bo'lsa ham keldik. Mana balkoni keng, balkonni rishtkani yopib olsalar, juda ham katta kladovka sifatida ham foydalansa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, narxi juda ham ishqalab bo'lyapti. 72 kvadratli xonadonimiz 3 xonali, xonali alohida bo'lgan 16 qavatli Navasro'ka domimizda 14-qavatli bo'ladi. 53.900 deyapti, faqat naqdga sotiladi. Ozgina sunnatiga kelishadigan joyi bor.